Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Biz bugun yana Piterda, bugun Sankt-Peterburgskiy Государственный технологический universitetga keldik biz. SPBGTI, Mendeleyev bobomiz o'qigan universitetga. Bugun biz bolalarga договорlar beramiz, o'qishga kirgan bolalarga hammasiga. Plus migratsionniy savollarga javob beramiz. O'qishlari qachon boshlanadi, qachon studentskiy biletlarni oladi. Полностью встреча первокурсников bo'ladi. Дальше videoni ko'rishda davom etinglar. Uchrashuv qanday o'tganini o'zlaring guvohi bo'lasizlar. Так что, поехали. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz vatandoshlar, proletar Jabor Rasulov ahli. Ota-onalar, bitiruvchilar, sizlarga muhim bir xabarni yetkazmoqchiman. 25-26 oktyabr kunlari 1-maktabi aktiv zalida biz Rossiya universitetlariga test o'tkazamiz, informatsiya beramiz, dokument qabul qilamiz va grant byudjet joylarini egalariga topshiramiz. Kim agar Rossiyaga o'qishga kirmoqchi, kim agar Rossiyada doktor bo'lmoqchi, aviatsiyaga kirmoqchi, hammalarini mana shu silka orqali Telegramga o'tishlarini tavsiya qilaman. Chunki biz 1-maktabda 25-26 oktyabr kunlari yig'ilyapmiz. To'liq ma'lumot Telegramda. Bugun bizda bolalarga dogovor va kvitansiyalar berish jarayoni bo'lyapti va undan tashqari biz universitet tomonidan inspektorlarni taklif qildik. Migratsion registratsiya masalalari bo'yicha to'liq ma'lumotlarni berib o'tyaptilar inspektorlar. Undan tashqari o'qishlar qachon boshlanadi, qanday o'qish kerak, o'qish boshlanish jarayoni bo'yicha bolalarga ma'lumotlarni berib o'tdik. Kvitantsiyalari bolalarniki 36,000 rubl tashkil qildi. Bu 6 oylik o'qishlari, 1 yilga kontraktlari 72,000. Bolalar hamma savollarga javob olib, o'sha o'qishga ketdilar. Всем привет! Меня зовут Настя. Я обучаюсь в технологическом институте на специальности химия, 2-й курс. На самом деле это очень хороший вуз, особенно для химиков. Очень много возможностей развиваться и направлений. Мне тут очень нравится учиться. Мне очень нравится тут изучать химию, поэтому всем советую. Tojikistondanman. Shu universitetga topshirish uchun dokumentlarni sizlarga topshirgan edim. Hammasi 100% ekan, boshida odamlar aytganidek ishonmagan edim. Keldim. Hammasini 100% ekan, dokumentlarni hammasini oldim. Rahmat aka. Unisku mayli. Kirishda bizni qanday topib keldingiz o'zi? Sizlarni bir-ikki kishilar tavsiya qilgan edi. Tanish bilishlar studentlarni to'plab hammasi aytdi, shu yerda aytgan edi. Zo'labamga kelib hammasini shu yerdan tavsiya qilib, hammasini oldim. Instagram, YouTube, Telegramdan ko'rmagansiz? Yo'q. Tanish bilish aytdi, shu yerda bor degan uchun keldim. Tojikistonga qaytdingiz? Tojikistonda Qavadan shahridanman. Qavadandan. 8-mart degan qishlog'idan bo'laman. 8 krasavchik. Tabrik. Rahmat aka. Joningiz sog' bo'lsin. Sizga Iroqimjon, omad. Men Abdumo'minova Gulbahor, Samarqand viloyatidanman. O'qishga topshirish mobaynida Abcenter jamoasiga murojaat qildim va men ekonomika va menejment fakultetiga o'qishga kirishimga yordam berdi. Bugun dogovor olishga keldik va tengdoshlarimga kirishda maslahat beraman. Abcenter jamoasi yordam beradi. Rahmat. Меня зовут Владислав, я учусь в технологическом институте на 1-м факультете, на направлении материаловедения. Нравится в нашем вузе мне именно то, что активисты могут здесь себя реализовать. Нравятся мне преподаватели, а также программа, которая нас обучают. Не нравится организация у администрации, а также проблемы с общагами. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Meni ismim Murodov Sardorjon. Men Samarqand viloyatidanman. Men o'qishga topshirish uchun Abcenter markaziga murojaat qildim. Ular menga yordam berishdi. Men sentyabrda o'qishga topshirib, mana oktyabrda hozir вечерний o'qishga topshirib, hozir dogovorimni bugun qo'lga oldim va bundan keyin men hozir o'sha talaba bo'ldim va sizlarga ham shuni tavsiya qilaman. Abcenterga kelib murojaat qilinglar va sizlar ham talaba bo'lingizlar.
Добрый день, меня зовут Лазарева Вера. Я окончила Санкт-Петербургский технологический институт, а именно первый факультет химии веществ и материалов, кафедру общей химической технологии и катализа под руководством Аркадия Юрьевича Паснова. Я хочу сказать о том, что кафедра просто потрясающая, факультет, собственно, тоже потрясающий, но все равно очень много путей для дальнейшего развития, также очень много возможностей для прохождения практики, дальнейшего места работы, для определения с местом работы. И в целом все, думаю. Ma Allayorov Firuz, O'zbekiston Bo'ysa rayon Darban demisham. Absenter mani jamoamno biroyi. Man xondan daromdagi duyum bor o'sha xondan darom so'tayim. Ma imeni O'zbekistonda imeni Darbanja tavsiya etnamki eng bo'g'ri hamino, через hamino daro etmishadi. Ino aldina mekan dakansto do diplomto yordam mekanadi. Ino kalonash ino o'tkir Hamino hamish доверие башконо. Hamino tavsiya mekunam. Ino aldina mekunat, самое главное. Добрый вечер, меня зовут Сидорихина Арина. Я студентка 4-го курса первого факультета. Также я являюсь председателем профбюро первого факультета, и я считаю, что в технологический институт нужно поступать не только за знаниями, которых у вас и так будет достаточно, а также за студенческой жизнью, которая у нас просто очень шедевральная, очень насыщенная. И также я всем рекомендую участвовать во всех мероприятиях технологического института, ведь не только вуз старается их организовать, а также правком студентов. Assalomu alaykum hammaga. Men Tojikiston fuqarosi Yusupov Ismoil Davlatmurodovich. Abcenter jamoasi asosida Texnologik universitetga kirdim. O'qimoqchi bo'lgan yoshlarga aytib qolaman, kelib murojaat qilsalaringiz Abcenterga sizlarga yordam beradi. Qanday qilib dokumentlarni taxlash, qanday qilib universitetga kirish haqida ma'lumotlar hammasini olasiz. Abcenterga katta rahmat. Hamma uchun yordam qilgani uchun, hammasi uchun katta rahmat. O'rtoqlar, biz bugun Sankt-Петербургский государственный технологический институтda biz bilan Valentin Васильевич, начальник управления международного сотрудничества, bizni studentlarga bir og'iz shirin so'zlari bor. Valentin Васильевич. Уважаемые граждане нашего бывшего Советского Союза, уважаемая молодежь, мы очень рады, что вы успешно сдали экзамены. Мы ждем вас к началу учебного года. Мы рассчитываем, что республики Узбекистан, Таджикистан, Туркмения и другие, которые вы представляете, получат добросовестных, качественных, профессиональных специалистов. Добрый путь к знаниям. Спасибо, Валентин Васильевич.